Hürmetli vatandaşlık şeylerini tamamlaştırımız. Endiki mavzumun da. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet İşler Katibi Beycan'daki körüşle işçisi keyfiyat da yaxşı bulmadı. Amerika Cungo özara birbirini tanqid qilishdi mavzuli xabar. 9 ayning 9 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo xabar bunday boshlandi. Haftaning birinchi kuni Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi bunday ko'rsatdi. Amerika Jungoning kishilik huquq va Janubiy dengizdagi bir qancha taraflik harakatlariga ig'ir diqqatli bo'lyapti. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Beijingda Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi bunday dedi. Bizning aramizda negizdak ixtiloflar bor. Mundaq bir diplomatik sorunda ikki taraf odatdan tashqari oshkora va ochiq so'zlar bilan so'zlashdi. Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerikani ayblab, Jungo bilan bo'lgan savdo munosabatlarini jiddiylashtiryapti dedi. Hamda Washington bilan Tayvanning munosabatlashish usuli Jungo bilan joni-jon manfaatga ziyon, Jungoning joni-jon manfaatiga ziyon soldi dedi. Beijing bu o'zini o'zi boshqarayotgan orol Tayvan Jungo territoriyasining bir qismi deb qaraydi. Agar Jungo Tayvanni qurol kuchi bilan birlik keltirmoqchi bo'lsa, Amerikaning Tayvanga yordam berish majburiyati bor edi. Haftaning birinchi kuni Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Beijingda uchrashishdan bir necha kun burun Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin prezidenti Mike Pence Hodison tadqiqot o'rnida nutq so'zlaganda Jungoni harbiy tajovuzchi, savdo sanoat o'g'risi, kishilik huquqi xiloflik qilguvchi va Amerikada o'tkaziladigan o'rta mazgillik saylamga buzg'unchilik qilyapti deb ayblagan edi. Haftaning birinchi kuni Davlat ishlar kotibi Mike Pompeoning Jungoning tashqi ishlar ministri bilan uchrashish oxirlashgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari bir parcha hujjat e'lon qilib, bunda qashqarildi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Amerika bilan Jungoning ko'z qarashlari o'xshashmaydigan sohalar to'g'risida bevosita suhbat bayon qildi. Jumladan Janubiy dengiz va kishilik huquq sohasida Jungo tarafga bevosita suhbat bayon qildi. Davlat ishlar kotibi dengiz bo'g'ozi muqimligining muhim ekanligini ta'kidladi. Ikki taraf yana hamkorlashish kerakligini ta'kidladi. Ministr Wang Yi bunday ko'rsatdi. Jungo bilan Amerika ching turib yana hamkorlashish va o'rtoq lishish yo'lida menish kerak. O'rtoq g'alaba qilish yo'lida menish kerak. Qarama-qarshilik va to'qinish yo'liga kirib qolmaslik lozim. Amerika bilan Jungo o'tirdi savdo urushi to'g'ri. Ikki taraf qarshi tarafning import tovarlariga milliard dollardan bosh qo'ydi. Bu xabar yozuvchining xabari. Men mundaq hisoblayman dedi Wang Yi, ministr Wang Yi. Qisman g'azablanish bilan ko'rsatdiki, Jungoliklar savdo urushidan intayin xavotirlandi. Ular biz izchil mundaq hisobladik. Amerika to'xtab qoladi deb qarab keldik. To'xtab qolish aniqki, endi bu yerda Amerika uchun mumkin bo'lmaydigan ish edi. Ya'ni savdo urushini to'xtatib qo'ymaydi Amerika demak. Aqsaroyda sobiq bexatarlik komitetida Osiyo ishlariga mas'ul mudir bo'lib ishlagan Viktor Cha Amerika ovozi radiosiga mundaq dedi. Amerika matbuotlari Amerika Moliya ministrligi Jungoni rasmiy pul kontrol qilg'ich davlat qatoriga kirgizishni o'ylashyapti. Yangi xabar vatandosh. Mavzuli xabar 10-ayning 8-kuni Dubai orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi.
Amerika Qo'shma Shtatlarining bir nafar yuqori darajalik amaldori 10 ayning 8 kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika Moliya Ministerligi kelar hafta o'tirib qo'ydigan bir parcha dokladida Jungo pulni kontrol qilg'uchi davlat deyilgan mazmunni dokladga kirgizishni o'ylashyapti. Bloomberg 10 ayning 8 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump hukumati xalq pulining o'zliksiz baholanishidan diqqat qilish kerakligini his qilyapti. Prezident Trump saylam davrida men prezident bo'lib saylanib chiqadigan bo'lsam, Jungoni pulni kontrol qilg'uchi davlat qatoriga kirgizaman degan edi. Bu amaldor mundaq dedi. Amerika Jungo xalq pulining harakatiga diqqat qilyapti. Turan efendi nima degan to'q faqat pulni kontrol qilish degan mushili qilib qoldi deb o'tganda Xitoyga ortilgan jinoyatlarni so'zlagan edik. Ehtimol bu jinoyatmi hamda ortiladigan Jungoning dumbisiga ortiladigan o'xshaydi.